Mehmonxonalar yulduzlarni qanday oladi va qanaqa qilib 5 yulduzli mehmonxona 3 yulduzli mehmonxonadan ham yomonroq bo'lishi mumkin? 1 yulduzli mehmonxona uchun tepasida tomi va kravati bo'lishini o'zi kifoya. Bu yerda siz faqat sovun bilan sochuvni topasiz. 2 yulduzliga o'tsak, sharoit endi sal yaxshilashayotgan bo'ladi. Sizga nihoyat bir paketcha shampun berishadi. Bunaqa mehmonxonalarda lift bilan kafe bo'lishi shart. 3 yulduzlilari eng ommabop format. Xonada albatta fen, konditsioner va televizor bo'ladi. 4 yulduzli bu allaqachon jiddiy servis. Sizni eshikni oldida shvetsar kutib oladi, chamodoningizni to'g'ri xonangizga yetkazib beradi. Bu yerda siz xalat, shippak va minibarni topasiz. 5 yulduzli mehmonxonada kecha-yu kunduz xizmat ko'rsatishadi. Sizni kunning yoki tunning istalgan vaqtida joylashtirishlari shart bo'ladi. Xonada seyf, yuqori sifatli kosmetika va barcha zarur mayda aksessuarlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'pchilik bilishmaydi, yulduzda tozalik yoki mazali ovqat uchun berilmaydi. Ular faqat xizmatlar borligini ko'rsatadi. Basseyn bor, lekin toza bo'lishi shart emas. Telegram kanalimizda har kuni qaynoq takliflarni joylab boramiz. Havola profilda.